심장이 말하는 걸 안 막힌 너. Ajoyib yangilik endilikda K-pop hitlari Moskva musiqa uyida ijro etiladi. Moskva xalqaro musiqa uyida yangi simfonik loyiha Global orkestr ijrosidagi K-pop hitlari konserti premyerasi bo'lib o'tadi. Tadbir Svetlanaskiy zalida bo'lishi rejalashtirilgan. Bu loyiha koreys estradasi muxlislari uchun ham musiqiy tajribani sevuvchilar uchun ham qiziqish uyg'otadi. Global orkestr tomonidan tayyorlangan konsert dasturi Gangnam Style'dan tortib BTS, Anifin va boshqa mashhur K-pop guruhlari qo'shiqlarigacha bo'lgan eng mashhur kompozitsiyalarni qamrab oladi. Global orkestr klassikaga dadil yondashuvlari bilan mashhur va janrlar chorrahasida faol ishlaydi. Ko'rgazma kumerlarning suratlari va video ketma-ketlik bilan birga bo'ladi. Bu K-pop atmosferasiga singishni yanada kengaytiradi. Loyiha 2025-yil 17-iyun kuni soat 19:00 da bo'lib o'tadi.